Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Rabbal Alamin. Alloh taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, Alloh taolo hozirgi o'qigan shom namozimizni, qilayotgan ibodatlarimizni o'zi qabul qilsin. Darsni, namozni jamoatda o'qish uchun kelgan, shu ilm majlisiga qatnashish uchun kelgan barcha jamoat xodimlariga Alloh taolo savob hasanatlar yozsin. Bugun jamoatimiz bilan inshaalloh Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas, muavvazat deyiladi. Panoh tilanadigan va doim biz o'qib yuradigan, deyarli hammamiz yoddan biladigan suralarni fazilatlarini, ma'no tarjimalarini va qanday qilib ularni sababi nuzullarini shularni inshaalloh jamoat bilan o'qishga harakat qilamiz. Qaysi qavm masjidda yig'ilib jamlansa va Allohning kalomidan yatadarasunahu fima baynahum, bir-birlarining oralarida dars qilishadi degan. Shunday dars qiladigan bo'lsa Allohning rahmati tushadi, sakinati tushadi. Va albatta Alloh subhanahu va taolo bular shu joydan tarqalganda qumu mag'furan lakum, gunohlaring kechirilgan holatda tarqalinglar degan. Bizga inshaalloh Alloh taoloning va'dalari bor. Muavvazat degani o'zi aslida panoh tilash degani. Shu suraning ichida ham keladi. Har xil narsalardan panoh tilashlik degani. U ko'zga ko'rinadigan yoki ko'rinmaydigan. Bizim kuchimiz yetadigan yoki kuchimiz yetmaydigan. Yoki bizni uni aqlimiz bilib tanigan yoki tanimagan. Katta kichik har xil. Muavvazat panoh tilovchi degani. Mana shu bir narsalardan panoh tilash degani. Suvar unzilat fil kitab yoki fil kutub as-samawiyya. Osmondagi tushirilgan kitoblarning ichidagi eng afzal suralardan bo'lib hisoblanadi, deyapti. Al-muavvizat hiya salasa. Panoh tilanish degan suralarimiz 3 ta deyapti. Mana biz buni ko'pchiligimiz 2 ta deb tushunamiz. Lekin bular 3 ta. Qul huvallohu ahad. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas. Falaq bilan Nas surasini tushunadi ko'pchilik. Yoki oyatul kursi bilan qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas deb tushunadi boshqalar. Balki muallif aytibdiki, hiya as-suwaru thalatha allati ihtatama biha al-haqq subhanahu kitabahu. Balki bu suralar deyapti 114-chi, eng oxirgisi. Qul a'udhu bi robbin nas. 113-chi va 112-chi suralar. Qur'oni Karimni orqa tarafidan kelganimizdagi eng oxirgi sura. An-Nas surasi. Undan bitta avvalgisi Al-Falaq surasi. Undan bitta avvalgisi Al-Ixlos. Ya'ni Qul huvallohu ahad. Buni biz har kuni nima qilamiz? Doim o'qib yuramiz. Osmondan tushirilgan kitoblarning ichida deganning ma'nosi la fil Tavroti va la fil Injili va la fil Qur'ani va la fil Zabur degan hadis ham bor. Qur'onda ham, Tavrotda ham, Injilda ham, Zaburda ham bu kabi suralar tushirilmadi. Bunday ma'noga ega, bunday kuch-qudratga ega suralar tushirilmadi. Varada fadluha fi iddat ahadis an-nabawiyya. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bir qancha hadislarida bu suralarning fazilatlari haqida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytib o'tdilar. Birinchisi Ana Uqba ibn Amir qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallama. Uqba ibn Amirdan rivoyat qilinyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alam tara ayatin unzilatil laylata lam yura mislahunna. Ey Uqba dedilar. Siz bilmadingizmi, bugun kecha shunday bir oyatlar tushdi, suralar tushdiki, bular kabi sura tushmagan edi dedi. Mana hozirgi aytgan so'zimiz mana shu hadisga muvofiq. Uqba ibn Amir sahoba. O'sha sahobaga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam siz ko'rmadingizmi, shunday bir suralar tushdi Qur'ondan. U Qur'onda ham yo'q, Tavrotda ham yo'q, Injilda ham yo'q, boshqa kitoblarda ham suralar tushdi. Dedilarda, so'ngra Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'qib berdilar. Qattu degani
lam yara mislahunna qattu degani unday suralar hech qachon tushmagan, nozil bo'lmagan. Qul a'udhu bi robbil falaq. So'ngra deydi, Uqba ibn Umar aytadilarki, so'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga o'qib berdilar. Qul a'udhu bi robbil falaq. Birinchi oyat karimasi. Qul a'udhu bi robbin nas. Birinchi oyat karimasi. Falaq surasining birinchi oyati, An-Nas surasining birinchi oyati. Ba'zi paytda biz nimalarnidir, ba'zi narsalarni yaxshi deb o'ylab qolamiz. Shuning ichida bizga balo bo'lishi mumkin. Ba'zi bir narsalarni biz yomon deb o'ylaymiz, uning ichida bizga yaxshilik bo'ladi. Bu mashhur va ma'lum qoida. Alloh aytibki, asa an takrahu shay'a va huwa khayrun lakum. Ba'zan sizlarga bir nimalar yoqmaydi, lekin sizlar uchun yaxshi. Va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrun lakum. Sizlarga ba'zan bir narsalar yoqadi, lekin uning ichida sizlarga yomonlik bor. Teskari bo'ladiganda ba'zi paytda. Bir insonga sinov kelib qolsa, yomon ko'radi, xafa bo'lib ketadi. Ey Xudo, meni ham sinaysam deb o'radi. Shuning ichida bunga yaxshilik bor. Bir insonga o'zi o'ylagan narsa yaxshilik deb tushunadi ba'zi narsa. Zo'r bo'ldi deydi. Lekin buning ichida yomonlik bor. Masalan, bu narsani misoli juda ham ko'p. Bir misoli farzandsiz bo'lib yurgan odam yoki o'g'il ko'rmayotgan odam bo'lsa, Alloh taolo bekarga uni farzandini shunday farzandsiz qilmadi yoki faqat qiz farzand berib turibdi yoki faqat o'g'il beryapti yoki kasal farzand beradi. Misrdagi bir nimamiz aytardi shayximiz. Bir boyvachchaning bolasi tug'ilibdi deydi. Tug'ilgandan keyin shu bola kasal bo'lib qoladi. Bormagan doktori, olib bormagan tabibi, ko'rinmagan joyi qolmadi. Muhimi shu bolani tuzatdi deydi. Haligi bola tuzalguncha ota-onasi dinda, duoda, ibodatda qalbi sinib turgan odam boshqacha baribir. Xotirjam bo'lib qolgandan ko'ra. Tuarida pullar sarflab, yugurib, harakat qilib, bir nimalar qilib, eplab shu bolasini tuzatdi deydi. Bola tuzalgandan keyin o'sha mahalla, o'sha rayon, o'sha joyda eng bizni qishloq tilida aytganda eng iflos bolasi bo'libdi-da. Narkoman, zinokor va ota-onasini qon yig'latadigan bola bo'lgan. Keyin ota-onasi aytgan ekan, "Ey attang, shu sen tuzalmay tursang bizga yaxshi ekan. Tuzalmay tursang bizga yaxshi bo'lar ekan. Biz ham Allohga yaqin bo'lar edik. Sen o'zing ham bir uyda gunohni kamroq qilib turarding" deb. Ba'zi odamning qo'l oyog'ini ishlamasligi bunga rahmat bo'ladi. Ba'zi odamning puli ozligi unga rahmat bo'ladi. Ba'zi odamning imkoniyati kamligi bunga Allohning rahmati bo'ladi. Rahmat bo'ladigan Allohning rahmati. Ba'zan biz o'ylaymiz, shu pulim ko'paysa, kuchim ko'paysa, mol mulkim ko'paysa yoki farzandim ko'paysa. Qarabsizki, bizni teskarimizga bo'lib qolishligi mumkin ekan. Va fi rivoyatin qala ikkinchi rivoyatda, demak ikkinchi hadis, bayna ana asiru ma Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Xuddi shu hadisni ikkinchi rivoyati. Boshqa hadis o'qimayapman men. Hozirgi Uqba ibn Omirning hadisini, hadisning yo'llari bor, bir necha turuqlar deb qo'yadi, bir necha yo'llardan keladi. Bu boshqa hadis emas, boshqa yo'ldan kelgan hadis. Rivoyatda o'zgarish bo'ladi. Mana bir xilda chiqadi. Va fi rivoyatin qala, bizni tilda aytganda mana shu orolga kiraverishdagi Soydi yonidagi ko'prikda Matizman bir tiko avariya bo'lib ketsa, Eshmatvoy boshqacha aytib beryapti, Tashmatvoy boshqacha aytib beryapti. Avariya bitta. Voqea o'sha. Biroz sifatlash qudrati keng, birovniki ozroq, birov o'ng tarafdan, birov chap tarafdan ko'rdi, birov o'tib ketayotib ko'rdi, birov to'xtab tekshirib ko'rdi. Va fi rivoyatin, boshqa rivoyatda qala bayna ana asiru ma Rasulillahi sallallohu alayhi va sallama baynal juhfati wal abwa. Abwa bilan Juhfani o'rtasida ketayotgandim. Men va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam birga ketayotgan edik. Iz g'ashiyatna rih. Shamol keldi, qattiq shamol bo'ldi. Buni Amerikada shamol bo'lyapti ekan. Amerikaning boyligiga qarab o'tirmaydi bu shamol. Demak, Uqba ibn Omirdan ikkinchi rivoyatda kelayotgan hadisda aytilyaptiki, men deydilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Juhfa va Abvoni o'rtasida ketayotgan edim. Juhfa joyning ismi. Abva joyning ismi ikkalasi ham. Mana bu miqotlarga aloqasi bor joylar. Iz g'ashiyatna rihun. Bir shamol keldi. Zulmatun shadida va bulutni ko'pligidan qorong'u bo'lib ketdi deyapti. Faja'ala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yata'awwazu bi qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam darrov o'sha joyda qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas bilan
panoh tilashni boshladilar, duo qilishni boshladilar deyaptilar. Ana endi bizga ibrat bo'lish kerak. Yomg'ir yog'adimi, chaqmoq chaladimi, shamol bo'ladimi, havo bulut bo'ladimi? Sunnat ekanda bizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sunnat ekan. Ayni bir duoni yotlashimiz shart emas ekan. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas. Men o'ylayman, buni hammamiz bilamiz. Falaq surasi va An-Nas surasini hammamiz bilamiz. Demak, bir musibatga yoki qiyinchilik bir nima bo'layotgan bo'lsa, nima qilamiz desa, qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas. Ixlos surasini xohlasa o'qib ketadi. Uchinchi rivoyat. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu. Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan. Abu Sa'id al-Khudri qala: "Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yata'awwadhu min al-janni wal-'ayni wa 'ayni al-insan hatta nazalat al-mu'awwadhatani falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma." Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam avval Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas suralari tushishligidan avval yata'awwaz min ayn jin degani, aynil jin degani jinni ko'zi tegib qolishdan panoh tilardilar deyaptilar. Jinni ham ko'zi tegib qoladimi desa, ko'zi tegadi, jinni ko'zi tegib qoladi. Kiyim yechayotganda narigi tarafdagi odamni badani chiroyli bo'lsa, bu kelishgan bo'lsa, hozir kelishganlar ko'payib qoldi. Bismillah. Tosh ko'targanga borib faqat aynayman ko'radi. U o'sha tosh ko'taradigan egasi ham biladi ekan o'zi. Hamma yoqqa ayna qo'yib qo'yadi. Aynaga menimcha ozgina katta ko'rsatib beradi, jitcha. Qo'lini o'tkazib u yoqqa 4 kun bo'lgan, bor yo'q, borgan. Birinchi haftada endi yangi unaqa o'sib chiqayotgan nihol. Bizi ko'zimizda, o'zini ko'zida endi katta. Shu borib aynaga qaroratda o'ng tarafdan qaraydi, chap tarafdan qaraydi, suratga oladi, statusda paydo bo'ladi keyin. Internetlarda paydo bo'lishni boshlaydi. Asli ehtiyot qilish kerak shunday narsalar. Odam o'zini ko'zi bolasiga tegadi. O'zini ko'zi tegadi bolasiga. Voy asalim, shakarim deb erkalatoradi, bolam uxlamayapti, bolam esnayapti, injilik qilyapti, bolam yig'layapti. O'zingni ko'zing tegdi, o'zing asalim, shakarim qila olding, mashalloh demading. Qul a'udhu bi robbil falaq o'qimadingiz. Qul a'udhu bi robbin nas o'qimadingiz. Asalim shakarim bo'larsa, u bolaga o'zingizni ko'zingiz tegib ketadi. O'ziga o'zi ko'zi tegadi ko'p narsasiga, uyiga, joyiga, xotin bola chaqasiga, ishiga, puliga, boshqa. O'shaning uchun bu kishi aytayotgan hadislarda demak minal janni va aynil insan, jinni ko'zidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam panoh tilardilar. Minal ayni allamma hadisda keladi. O'sha hadisni uzun rivoyatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam panoh tilardilar. Xo'p, qanday qilamiz? Desa, kiyimini yechayotgan odam, masalan, kiyimdan cho'milmaydi odam. G'usl qilayotganda kiyim, kostyum kiyib, jalisa taqib cho'milmaydi hech qachon. Kiyimini yechadi. Demak, o'sha kiyimlarini yechayotganda nima qiladi badani ochilsa desa, bismillah deyish kerak. Bismillah deganda shaytonning ko'z yumiladi degan. Bismillah doim aytiladi, bilasizlar. Mana uyga kirganimizda bismillah deyish kerak. To'xtaydi. Darvozadan kirganimizda bismillah desak, shaytonlar aytadi. Bo'ldi, uyda egasi keldi, chiqamiz deydi. Bismillah demasa chiqmaydi. So'ngra to'xtab turinglar deydi, ovqatga ham bismillah desa, ovqatlanib chiqamiz. Bo'lmasa bir yo'li ketamiz deydi. Uyga kelgandan so'ng bismillah deb kirganda o'zi uni haligi jinni duxu tushdi, tamom bo'ldi u. Endi ovqatga ham bismillah deb qo'l cho'zsa, fa innahu la mabita lakum va la ta'ama lakum deydi. Bu yerda bugun yotgani ham joy yo'q ekan, yegani ham hech narsa yo'q ekan deb haligi nima deydi? Husron bo'lib chiqib ketadi uydan. Bismillah degan uchun chiqadi va bismillah deb taomga qo'l cho'zgan uchun jin, shayton ketadi. Oila keladi bismillah desangiz. Musulmon. Keyin uni masalasi qanday desa, bismillah degandan keyin taomdan oshib qolgan suyaklarki, boshqa narsalar bo'lsa, shuni musulmon jinlar yeydi degan rivoyat bor. O'zimizdan ham kofir jinlar ketdi, ko'z tegadiganlar ketdi va musulmon jinlar, biz o'zimiz musulmon odamlar yedik va bizdan oshganini musulmon jinlar yeydi. O'shaning uchun uyga kirganimizda bismillah deymiz. Mashinaga o'tirganimizda ham bismillah deymiz.
masjidga kirganimizda bismillah, Allohumma iftahli abwaba rahmatik. Ey Robbim rahmat eshiklarini ochgin. Bismillah deb nima qilamiz? Kiramiz. O'shanda men aytayapman-da, masalan, kiyimingizni yechasiz. U insonda har kuni kuzatiladigan narsalar bor. Har kuni usiz bo'lmaydi. Ovqat yeydi, har kuni bir necha marta. Og'iz bo'sh turmaydi. Hali suv ichayotgan, hali choy ichayotgan, ovqat yeyotgan, shokolad, qand, olma, meva yeydi. Bismillah deyish kerak. Jin shaytonga nasiba qolmaydi. Odam bir kunda bir necha marta kiyimini yechadi, kiyadi. Ayniqsa ida avayta ila firoshik dedilar. To'shakka qarab yaqinlashganingda, yotmoqchisan degan ma'no. Bismillah deydilar. Shunda dedilar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jinlarning ko'zi to'siladi dedilar. Ayoliga yaqinlashmoqchi bo'ladi, yaqinlik qilmoqchi bo'ladi yoki boshqa. Jinning ko'zi to'siladi, tamom. Siz tasavvur qiling-da, har kun qarab turibdi sizga. Har soatda qarab turibdi. Hozir o'sha Falaq va Nas surasini tafsirini hozir o'rganganimizda ko'rasizki, kechqurun tushishman bular armiya bo'lib keladi. Qanday nima deydi? O'sha ko'p bo'lib keladi. Demak, hadisda aytibdilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson va jinlarning ko'zlaridan panoh tilab turar edilar. Avval bu. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas tushguncha. Jinni ko'zidan saqlagin, insonlarni ko'zidan saqla. Biz aytdik boya birovning badani chiroyli bo'lsa, ko'z tegadi deb bunday voqea bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida demak bir sahoba kiyimini yechdi, cho'milmoqchi bo'ldi. Erkak kishining avrati ma'lum, ayol kishining hamma joyi deyarli avrat bo'lsa, erkak kishi kindikdan tizadi. O'sha kiyimini yechganda boshqa bir sahoba, buni badani chiroyli ekan dedi. Havas qildi va ichidan o'tdi shu narsa. Juda chiroyli ekansan degan ma'no o'tdi. O'sha nariga ketdi keyin. Arablarda bir maqol bor. Ko'z odamni go'rga, tuyani qozonga borib qo'yadi deydi. Bunga 20 ga yaqin sahih hadis bor ekan. Ko'z tegishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ko'z tegishidan ehtiyot bo'lishimiz kerak. 20 ga yaqin nima sahih hadislar bor. So'ngra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday qilib dedilar, qanday qilib o'zini birodarini o'ldiradi, u kishi tahorat qilib bersin, o'sha suvga bu g'usl qilib yuborsin dedilar. Yoki ustidan quyib qo'ysin. Hali ko'zi bor, tahorat qilib beradi ekan, nariga shu suvni ustidan g'usl qilib yuboradi. Ya'ni ustiga quyiladi. So'ngra nima qiladi? Qutuladi mana shu narsadan. Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldin insonnikini tushuntirdik, ko'zi insonnikini taniymiz, bilamiz, birov palonchilik bor, yo'q, ko'zi bor yo tegibdi, boshqa deb jinni ko'rmaymiz u, bilmaymiz u desa, avval o'sha jin tegishiga alohida duolarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qib turgan bo'lsa, mana endi deyaptilarki, kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yata'awwadu minal jinni wal aynil inson, jin va insonni ko'zidan panoh tilar edilar. Hatta nazalat al-mu'awwazatan. Mu'awwazatan, ya'ni qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas nozil bo'lguncha. Nozil bo'lgandan keyin falamma nazalata akhadha bihima va taraka ma siwahuma. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam barcha duolarni to'xtatdilar. Qul a'udhu bi robbil falaq bilan qul a'udhu bi robbin nasni o'qidilar. Hasan va Husayn nabiralar bor. Ana yosh katta odamlarga. Nevaram seniki nechta bo'ldi? Meniki 8 ta, 10 ta, senikichi 25 ta. Nevaram raqamini sanagan yaxshi. Uni o'qib qo'yish kerak, nevaram o'qib turish kerak. Haligi dam solib turish kerak, bizi tilda aytganda. Hasan bilan Husaynga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lini boshiga qo'yib yoki nima qilardilar? O'qib qo'yardi. Juda oddiy. Hozir kecha men radomga bitasiga ozon aytay desak, o'chirib turibdi hammasi orqadan. Ozon ayting. Otalar aytib qo'ysa bo'lardi. Yoki qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas. Dadasi, onasi, opa dadasi yoki boshqalar o'qib qo'ysa bo'lardi. Juda oson bu. O'zi esa bu sura o'ta kuchli sura. Kuch-quvvati ko'p sura. İnsanlarni yomonlikdan to'xtatib qoladigan sura. Jinlarni yomonlikdan to'xtatib qoladigan sura ikkalasi. O'zimiz o'qishimiz kerak. Qanday qilib qo'lingizga olib o'qib qo'yarasiz? Suf deb qo'yasiz. Hozir buni tafsirda inshaalloh tushuntiramiz. At-taflu, an-nafxu, an-nafsu degan 3 ta lug'at bor arab tilida. O'sha uchalasi bilan bunday nima qilib o'qib qo'yilaveradi. Keyingi rivoyat va fi rivoyatin annahu qala ya Uqba ibn Amr. Boyagi rivoyatda davomchilaridan
Ala uallimuka khayra thalatha suwarin unzilat fit Tawrat wal Injil wal Zabur wal Furqan al azim. Qala qultu bala ja'alani Allahu fidaka. Men deydi, o'sha rivoyatga o'xshaydigan bu ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga edim degan ma'no. Ey Uqba, men sizga 3 surani o'rgatib qo'yayim. Buni boya sizlarga men tarjimasini aytib beribman. Tavratda ham buni o'xshashi yo'q. Injilda ham buni o'xshashi yo'q. Zaburda ham buni o'xshashi yo'q. Shularni men sizga o'rgatib qo'yayim, ey Uqba dedilar. Uqba aytdilarki, men sizga fido bo'lay ya Rasululloh. Sahobalar shunaqa gaplashgan ekanda. Sahobalar shunday gaplashgan ekan. Ba'zan men e'tibor berib qolaman, o'zingizlar ham ko'rib qolsanglar kerak. Domlalarning yanida yoki boshqa joylarda bir ayinlarimiz chiqib, chiroyli gaplashib qolamizda. Shularni ancha-muncha yolg'iz gaplashgan ba'zan eshitib qolasizda, so'kinayotgan bo'ladi-da. Eka bir-birini hurmat qilgandan so'kinayotgan bo'ladi. Ajablanarlik, o'ta ajablanarlik holat. Hurmat, so'kinish bilan hurmat bo'lib qolmaydi. Birodar masalan so'kinib borayotgan bo'lsa, u bilan hurmat bo'layotgan bo'lmaydi. Qarang, fadaka deyapti. Fido bo'lay sizga. Yoki ota-onam sizga fido bo'lsa mashhur so'z. Sahobalar aytishardi. Muomalatda o'zining odoblari bor ekan-da. Balkim mana esi sirda haligi johiliyat bo'lib turgan paytlarda so'kinsa erkakka o'xshab ko'rinardi. So'kinsa yaxshi ekan bu, erkak bu, yo tili unaqa so'kin, fahsh bu. Yaxshi ham hozir u yoqqa borib haligi bir yerlarga borib kelishlik erkaklikdan chiqib qoldi sal. Ichasanmi yo'q, chekesanmi yo'q, u yoqqa borib, sen o'zi erkakmisan deb qo'rqitishardi oldin. Erkaklikni shariat belgilab beradi. Dinimizda bunday qilsang ar-rijal deyotgan bo'lsa, shu erkak kishi bo'lib hisoblanadi. Bir necha alomatlar keldi Qur'onda. Rijalun deydi Alloh taolo. La tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillahi va iqamis salah deydi. Erkaklar deb boshladi oyat. Erkaklar. La tulhihim tijaratun va la bay'un. Savdo sotiqi, biznes, tijorati bularning baylari, savdolari, tijoratlari namozdan va zikrdan to'smaydi dedi. Erkak ishini to'xtatib, biznesini to'xtatib, namozni o'qib keyin davom ettiraveradi ekan. Qazo qilib bormaydi o'zining vaqtida degan mayli, boshqa yo'q. Jamoatga to'g'ri kirib emas. O'z vaqtida o'qiydi. Peshinda o'qiydi. Yani juda odamlarga og'ir hukmda aytmaylik. Rijalun dedi Alloh. Erkaklar dedi. İşini tashab namozini o'qiydi. Namozini bitirib, yana ishini qilaveradi. Ishini bir yo'l tashab bormaydi. Ana shu kishi erkak. Rijalun sadaqu ma ahadulloh. Erkaklar dedi Allohga bergan va'dasida turibdi dedi. Minhum man qada nahbahu. Ba'zilari shahid bo'ldi. Va minhum man yantazir. Ba'zilari shahodatni kutyapti dedi. Va ma baddalu tabdila. Ular bergan va'dasidan hali qaytishmadi va o'zgarishmadi deyapti. Alloh taolo nasib qilsin. Demak, keyingisi o'sha hadisning davomi sizga fido bo'lsin deganda o'qidilarki, qala fa aqra'ani qul huvallohu ahad al-Ikhlas birinchi oyat, qul a'udhu bi robbil falaq al-falaq birinchi oyat, qul a'udhu bi robbin nas an-nas birinchi oyat. Uchala surani o'qib berdilar. Haligi Ibn Abbosning voqeasi esimga tushadi radhiyallohu anhumoni. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoga bir kishi rasa uzoqdan keladi-yu. Uzoqdan kelib bir duo qiling menga deydi. Desa Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Baqara surasi 201-oyat. Shu Robbana atina duosini qiladi. Hamma biladi buni. Har doim qilamiz. Al-jami' al-mani' degan duo. Barcha yaxshilikni o'zida jamlagan va barcha yomonlikni o'zidan chiqargan duo. Hamma duoni jamlasangiz shu Robbana atina chiqaveradi. Tarjimasi dunyoda bizga hamma yaxshilikni bergin, oxiratda bizga hamma yaxshilikni bergin. Sharmanda qilma, oxiratda azobdan saqla. 3-4 narsa bor ichida. Keyin boyagi kishi ham Robbana atinani shunday duo qildi. Ibn Abbos duo qildi, haligi kishi aytdi, juda uzoqdan keldim domla dedi. Ziyoratga kelib qolishadi, uzoqdan keldik dedi. Sirdaryodan keldim dedi. Keyin ozgina nima qiladi? Uzoqdan keldik domla deydi. Men aytaman, odamlar Koreyaga ishlagani ham boryapti. To'g'rimi? Amerikada ham yuribdi bizlar. Rossiyaning bir burchagida ham yuribdi. Hazayidan pulni ololmay ham yuribdi. Uzoqdan keldik demaydi o'sha yerga.
Domlanayam 10 ming turadi, bir kun turadi. U yerda 3 oy yashaydi, uy yo'q, joy yo'q. Qochib ehtiyot bo'lib yashab yuraveradi. Oyiga 50 ming oylik oladi, 80 ming, 150 ming. Bu kishi shular debdi Ibn Abbosga. Uzoqdan keldim men. Robbana atinani o'zim ham bilaman deyapti. Bir tuzukroq duo qilmaysizmi degan ma'no. Payg'ambarimiz nima Ibn Abbos aytdilarki, ey falonchi, Robbana atinadan ko'ra kuchliroq duo yo'q dedi. Biz aytamiz jamoatga. Siz bilsangiz, Qul huvallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nasni bilsangiz, bundan kuchli ma'vuzat yo'q. Eng kuchligi shu. Uni biz yodlab olganimiz yoki buni bilib har kuni eshitib yurganimiz buni qadrini tushirmasin. O'zi eng kuchligi shu. Bundan kuchlisi yo'q. Panoh tilashlikda bundan kuchlisi yo'q. Ko'z tegishdan, yomonlikdan saqlanishdan, zikrlarda ichida bundan kuchlisi yo'q. Faqat nimasi gap qayerda desak, gap biz buni o'qimaymiz. Biz bularni kam o'qiymiz. Namozda o'qishimiz mumkin, shoshilib. Inshaalloh bugun ma'nosini tushunishga harakat qilamiz. O'qib yuringlar demoqchimiz. Shuni o'qib yuraylik. Bekarchilik, elda o'zgarish ko'p, buni bilamiz. Alhamdulillah, xalqimizda, elda, yurtda o'zgarish juda ko'p. Dinga bo'lgan, ilmga bo'lgan qiziqishi, mana hozir Ramazon qancha odam kutyapti. Undan Turg'unboy hojiga o'tiribdi, qancha masjid, har kuni masjidda shu odam. Ha, Ramazonga odamlar mikrofonni, kalonkani tayyorlayapti. Tayyorlanyapti. Salaf solihlarimiz 6 oy kutardi. To'ylarini yaxshi o'tkazyapti odamlarimiz. Xudo urganlardan tashqarilari. Hamma yo'g'ini chiroyli qilib o'tkazishyapti. Ehsonlarini, bunday o'tirishlarini yaxshi o'tkazyapti. Odamlar tushunchasi yaxshi, muomalatga kelganda dinni oldinga qo'yapti. Lekin yanada biz ilmni o'rganib ketaverishimiz kerak. Yanada ilmda nima rivojlanib ketaverishligimiz kerak. Shuni aytmoqchiman men jamoatga. Masalan, Qul huvallohu ahadni bilamiz u, Qul a'udhu birabbil falaqni bilamiz desa, bu Allohning sizga bergan hadiyasi ekan. Demak, hozir masalan hadisda Uqba yoki Ibn Abbos yoki Abu Said hadislarini o'qidik. Sen har kuni Tavba surasini o'qigin yoki Isro surasini o'qigin, Oli Imronni o'qigin desa ham o'qirdik-da biz. 3,5 soat o'tirib olib. Uchalasini qo'shsangiz hech qancha vaqtingiz ketmaydi. Uchalasini o'qisangiz hech qancha vaqt ketmaydi. Qul huvallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Jamoatimizning ichida ham shunaqa ba'zan shu kichik suralar deb yoki boshqa deb Xudo saqlasin, mensimay qo'yishlik yo to'g'atmay qo'yishlik kuzatilib qoladi. Yo'q, unday emas. Balki shular tajvidlarni ham to'g'rilab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Abdullah ibn Hubayb annahu qala kharajna fi laylatin matarin wa zulmatin shadidatin natlubu min Rasulillah sallallohu alayhi va sallam li yusalli lana fa adraknahu. Qop qorong'i bo'ldi biz tilda aytganda. Juda ham qorong'i bo'ldi, yomg'ir yog'di, demak chaqmoq bo'lyapti boshqa. Biz payg'ambarimiz istab qoldik. Bizga bir namoz o'qib bersa-da, mana bu sal mana baloga o'xshayapti, har xil bir, ya'ni musibatga o'xshayapti. Mana shu narsadan qutulsak degan maqsadda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islab qidirib qoldik. Fa adraknahu, bir joydan topdik payg'ambarimizni. Faqala asallaytum. Namoz o'qidinglarmi? Falam aqul shay'an. Qala qul. Falam aqul shay'an. Thumma qala 2-3 marta shu so'z takrorlangandan keyin ya Rasululloh nima deb aytay? Qaysini o'qiy? Qaysini o'qiy? 3 marta takrorlandi. Qala qul huvallohu ahad, al-ikhlas, al-muawwazatayn. Sen dedilar, qul huvallohu ahadni o'qi. Muawwazatayndan maqsad qul a'udhu birabbil falaq va qul a'udhu birabbin nasni o'qi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Biz har nimamiz bilgan joyini hali aytib bermadim sizlarga. Uni oxiriga qo'yapmiz. Qorong'i tushganda, yomg'ir yoqqanda, musibat bo'lganda, qiyinchilik bo'lganda ham o'qiymiz ekan. O'sha joylarni nima jamoatga aytib beryapmiz. So'ngra aytdilarki, hina tumsi va hina tusbihu 3 marratin. Mana bilamizki, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas bizga qanchalik bog'liqligini bilib olaylik, hurmatli jamoat. Mana bu yerda hozir hadislar ham kelsa kerak, bularni o'qib ketaversak tafsirimiz qolib ketadigan. Men yanada qisqartirib tushuntirishga harakat qilaman. Sanaymiz. Ertalab turdik. Bomdod namozini o'qidik. Bir hadis bor, sahih hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dubara kulla salatin dedilar. Har namozdan so'ng o'qir edilar. Bu birinchi dalil. Demak, namozdan keyin o'qiymiz ekan. Masalan, bomdod 3 marta o'qiladi. Tongi zikrdan tashqari. 3 marta qul huvallohu ahad,
3 marta kul a'udhu bi robbil falaq, 3 marta kul a'udhu bi robbin nas. Albatta imkoniyati bor edi va bu nafl esdan chiqarmadik. Va shu masalani deb jamoatda to'polon ko'tarish kerak yo'q. 3 ta bo'ldi. Tongi zikrlarda kul huvallohu ahad 3 marta, kul a'udhu bi robbil falaq 3 marta, kul a'udhu bi robbin nas 3 marta. Kechki zikrlarda kul huvallohu ahad 3 marta, kul a'udhu bi robbil falaq 3 marta, kul a'udhu bi robbin nas 3 marta. Nechta bo'ldi? Bir kunda Ixlos surasini necha marta o'qiyapmiz? 9 marta o'qidik. Bomdodda 2 rakat sunnatini ikkinchi rakatda o'zi kul huvallohu ahadni o'qishimiz kerak. 10 ta bo'ldi Ixlos surasi. Kun bo'yi o'qib yurishimiz kerak. Qur'onni xatm qilmoqchisiz. Qur'onni xatm qilganda savobi beriladi, qachonki 3 marta Ixlos surasini o'qisa dedilar. Ta'dilu sulusal Qur'on. Qur'oni Karimni 3 dan 1idir. 3 dan 2si, 3 dan 3i qilish uchun 1 marta kul huvallohu ahad, 2 marta kul huvallohu ahad, 3 marta kul huvallohu ahad. O'qisangiz bitta xatm bo'ladi. 11 ta bo'ldi bir kunda. Va yana bolaga dam solib qo'yish kerak. O'qib qo'yish kerak va yana boshqa nima qilish kerak. Har kuni eng kami 10 marta o'qishimiz kerak ekan. O'qiyapsizlarmi? O'qimaydi biz. O'qimaymiz-da. Hamma namozdan keyingisini biz bittalar aytibmiz. Ham 5 mahal namozda 1 martadan o'qisak 5 ta, bomdod bilan shomda 3 tadan o'qisak-chi? Belgilarman. 20 ta. Eng kamida. Qarang qancha buni fazilati bor. Har kuni keyin bizda savol paydo bo'lishi kerak. Nima uchun Alloh taolo bizga 20 martalab kuniga kul huvallohu ahad, kul a'udhu bi robbil falaq, kul a'udhu bi robbin nas o'qityapti? Nimaga? Desa biz bilaylik. Biz ko'zimiz ko'rgan, ko'zimiz ko'rmagan, biz bilgan, bilmagan balo ofatlarda o'rtasida yashaymiz. Hamma balo bor atrofimizda. Biz ko'rgan va ko'rmagan. Jin, shayton ayniqsa. Minal jinnati wan nas deb sura nihoyasiga yetyapti. O'shaning uchun biz jamoatga aytamiz, hurmatli jamoat, al-Ixlos, al-Falaq, an-Nas suralarini doim o'qib yuraylik. Doim. Peshinda o'qing, asrda o'qing, shomda o'qing, xuftonda o'qing, bomdodda o'qing, Zam surasida o'qing, namozdan keyin o'qing, tongi zikrda o'qing, tungi zikrda o'qing va yana o'qing. Nima deydi xalqimizda? Jin kirib qolibdi, ko'z tegib qolibdi, qiylanib qolibdi. O'sha yerda ham yana o'qing. Al-Ixlos. Ixlos tavhid degan. Allohning borligi va birligini isbot qilgan sura. Kul huvallohu ahad. Alloh bitta. Qolganlari ham tavhid surasi deyiladi. Kul a'udhu bi robbil falaq bilan kul a'udhu bi robbin nas ham tavhid deyiladi. Nimaga? Kul a'udhu panoh tila Allohdan deyapti. Inson Alloh taologa qochyapti. Ana shunday. Hop, al-isti'azatu min sharril makhluqat. Mahluqlarni Falaq surasidan boshlaymiz, hurmatli jamoat. Kul a'udhu bi robbil falaq, kul a'udhu bi robbin nas, Makki sura birinchi rivoyatda, Madaniy sura ikkinchi rivoyatda. Buni iloji yo'q narsa. Bunda o'zi bergi Umar masjidida o'tayotganda ham jamoatga qayta-qayta tushuntiryapmiz. Ixtilof, tarixda ixtilof bo'ldimi, shu bo'yicha qoladi. Makki degan o'zlarini so'zlari bo'yicha qoldi. Madaniy degan so'z bo'yicha qoldi. Lekin ajablanarligi Falaq bilan Nas surasida 3-qovul bor. U nima desa, Makkada ham nozil bo'lgan, Madinada ham nozil bo'lgan deyshar ekan. Ba'zi tafsirchilarimiz. Demak 3 ta. Makki deganlar bor, bular ko'proq. Madaniy deganlar bor, bular ozroq. Undan ham ozi kim desa, ikkalasini jamlab turib, al-jam'u baynal dalilayni, al-akhdhu bayna dalilayn deyin. Ikkita dalilni olishlik ikkalasini tashlashlikdan ko'ra yaxshiroq degan qoida bor. Yoki ikki odam birini tashlashlikdan yaxshiroq degan qoida bor. Qul a'udhu bi robbil falaq hijratdan oldin tushdimi desa, ha deymiz. Ba'zi ulamolar so'ziga ko'ra. Hijratdan keyin tushdimi desa, ha deymiz. Ba'zi ulamolar so'ziga ko'ra. Unda Labid ibn al-Asomning qissasini qanday qilib jamlaymiz desa, o'sha ikkalasida ham tushdi deganlar jamlab berishgan shuni. Labid ibn al-Asomning qissasini aytib beramiz. Yahudi, Arab Yahudi bo'lib qoldi. Avs Hazrachni bilasizlar. Banu Nazir, Banu Qaynoqa, Banu Qurayzani ham bilasizlar. O'sha uchalasi men hozirgi aytgan oxirgi uchalasi Madinaning yahudiylari. Demak, Makka da nozil bo'lgan degan so'z to'g'ri.
Madinadan nozil bo'ldi degan so'z to'g'ri. 2 marta nozil bo'ldi degan so'z uchala ulamolarda o'zini nazdida uchalasi ham nima bo'ldi? To'g'ri bo'ldi. Sababi nuzuli nima? Sababi nuzuli Labid ibn Asom degan bir Yahudi, uni qizlari bor, sehrgarga borishib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sehr qildirishadi. Sehrni nimaga qildirdi desa, hozir Madinaga umraga borgan odamlar haligi xurmoni gulini bir sariq, mana kiraskiga o'xshagan, sariq quyqumga o'xshagan narsani olib kelishadi ekan. Shuni kuchi ko'payadi odamda deb. Biz hamma shunaqalarga ko'p qiziqiladi, har xil qayerda bo'lsa, nima bo'lsa ham. O'shani xurmoni mevasi bo'layotganda erkak xurmo, ayol xurmo bo'ladi. Bu xurmo ham bir qiziq narsa ekanda. O'zi hamma narsada ham bo'ladi. Lekin xurmonikini zakar deb yozadi. Erkak xurmo deydi. Xuddi pasportda yozganda yozadi. Bu ayol xurmo deb yozadi. Keyin uni chachishtiradi ikkalasini. Pokistondan borib ishlayotganlar shu ishlar bilan shug'ullanishadi. Xurmo bilan shug'ullanayotganlar. Borib ikkalasini chachishtiradi. Katta birinchi xurmoning mevasi bunday bo'lib bir qovoqning ichida chiqadi, keyin bu ochiladi. Keyin gullaydi. So'ngra meva qilganda bu buncha bo'lib ketadi. Mevalar ham bunday hammasi katta ekan. Avval juda kichkina chiqadi. Shu chiqqanda ichidagisini olib sehr qilgan payg'ambarimizga. Shuning uchun aytib beryapmiz. Tal'i naxli zakar deydi. Erkak xurmonikini olib nima qilishgan? Sehr qilishgan va 11 talik nimasi bo'lgan. 11 ta haligi guli borga qilgan. 11 ta gulni oldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir necha insonlar xizmat qilishgan va shularning ichida Yahudi ham xizmat qilgan ekan, qarang. Biz hammamiz bilamizki, Anas ibn Malik xizmat qilganini hammamiz bilamiz. Anasning o'zining hadisiga ko'ra, men Rasulullohga 10 yil xizmat qildim degan. Demak, bu Madinaga borgan kunidan boshlab xizmat qilgan. Ummu Sulaym olib kelib bergan, mana minbarda yasattirgan Ummu Sulaym Anasning onasi o'sha. O'sha kishi Anasni olib kelgan payg'ambarimizga. 10 yil xizmat qildi Anas boshdan oxirigacha. Lekin ba'zilar ko'proq, ozroq va o'rtada bir Yahudi ham xizmat qilgan. Labid ibn Asom Yahudiyni qizlari o'sha Yahudi bolani ishga solishgan ekan. Shuning uchun ana tarixda yoki bir nimalarda eshitib qolsangiz, o'zini yanidagi odamni sotibdi, o'zini yanidagi odamni qilibdi, bilgan odam o'g'irlabdi deydi-yu. Shunaqa voqealarda tarixda ham. Haligi Yahudi bola unamaydi boshida, lekin keyin ko'ndirishadi. Payg'ambarimiz ba'zi bir sochlarini, muborak degan so'z ishlatilsa yaxshi bo'ladi doim. Muborak sochlarini, mana insonning terisi 14 kunda bir yangilanib turadi. Mana shu muborak terilaridan olib, jamlab Labid ibn al-Asomga olib borib beradi. Bu Labid Yahudi qizlariga beradi. Qizlari sehrgarga boradi va payg'ambarimizga sehr qilishadi. Bu rivoyat sahih emas, hasan rivoyat. Buxoriy, Muslimga kelgan sahih rivoyat emas. Qizlari nima qildi? Sehr qildi va sehrni taroqqa qilishdi. Haligi gul, xurmoni guli ham olindi, taroq olindi. Endi buni biz yo'lini yaxshi tushunmaymiz baribir. Shunaqa kitobda shunday kelgan, sehrgar qanday qiladi bilmayman. Meni tushunganim u sochni o'ragan, payg'ambarimiz terilarini bir narsa qilgan. Haligi yoshligimizda ham ancha-muncha ishlardik. Nima qiladi? Yaxshi ko'rganini boradi falonchi xonaga deydi, sen yaxshi ko'rgan yigitingni suratini olib kel hech bo'lmasa deydi. Yo bo'lmasam bitta jimpirini, ishtonini olib kelib ber deydi. Yo bir chapkasini, kiyimini olib kel, suratini olib kel. Shu bir narsaga qarab qiladigan-da ular ham jo'ndan quruq qila olmaydi-ganda. Suratiga qarab o'qib shuni boshini aylantirib yuradi. Shu sehr bor narsa. Al-muhim payg'ambarimizning muborak sochlarini va muborak terilarini olib boradi. Olib borgandan keyin haligilar sehr qiladi. Sehrgarning ko'zi ko'r, quloqi kar. Dindan chiqqan kofir bo'ladi o'zi aslida. Nimaga desa, payg'ambarga ham sehr qilaveradi bular. Tanlab o'tirmaydi bular. Ertaga meni oqibatim nima bo'ladi? Bu payg'ambar bitta duo qilib bersa men nima bo'laman degan narsani tushunmaydi bular. Shuning uchun fala takfur dedi Baqara surasida. Kofir bo'lsa o'rganma dedi. Demak, o'rgangan kofir bo'ladi. Hozir nimada keladiki? Naffasat deb keladi. Naffasat muannas. O'zbek qirg'iz tilida yo'q bu narsa. O'rischasiga aytganda женский rod. Shu ko'p sehr qiladigan sal pasaytirib qo'ying. Ko'p sehr qiladiganlarning ko'pi kim desa ayol kishilar bo'ladi. Sehrgar erkak kishini eshitmaysiz. Va sehrga borayotganlar ham xotinlar.
50 tasi borsa, 45 tasini ro'moli bor shularning. Hadis o'ta xatarlik. Kimki sehrgarga borsa va aytgan gapiga ishonmasa 40 kun namoz qabul bo'lmaydi. Ishonmadi. Tushuntira oldimmi? Bu bekar aytibdi desa 40 kun qabul bo'lmaydi degan. Sen sehrgarsan, bekar aytibsan desa borgani uchun 40 kun qabul bo'lmaydi. Ishonsa-chi, faqat kafara bima unzila yoki nuzila ala Muhammad. Payg'ambarga tushgan, hozir men kitobni domlaga berdim. Payg'ambarga tushgan narsaga kofir bo'ldi dedi. 30 bor Qur'onda hammasiga kofir bo'ladi. Sehrgar kofir. Sehrgar unda shubha yo'q. Sehrgarga borgan kofir. Mayli endi biz ham yaxshi ish qilyapmiz. Yaxshi ish qilayotganini Alloh biladi. Qaysi ish yaxshi, qaysi ish yomon. Xudo harom dedi, kofir dedi. Tamam. Shuni tushunish kerak. İşimi yurgizib bering deydi. Sal ish yurmasa o'sha yoqqa boradigan odamlar bor. Kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Bundan oshcha tushuntira olmaymiz. Dindan chiqdi deyapti. Bu Hanafiyda ham shunaqa, Malikiyda ham, Hanbaliyda ham hammasida shunaqa. Ixtilof yo'q bu masalada. Sehrgarga borsa dindan chiqmaydi degan ixtilof yo'q, esdan chiqarmaylik. Muttafaqun alayhi. Hamma mazhab, hamma ulamo, mufassiru, faqihu, hamma kelishgan masala. Sehrgarga borib aytgan so'zini tasdiqlasa dindan chiqadi o'sha odam. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan masala. Bizni o'zimizda qanchasi bor ekan, men eshitaman. O'zimizda shaharda bor. Bemalol boraveradi odamlar. Hamma menga istib bering, menga savot bering, ilmli qilib bering, menga qanaqa qilib bering, menga bo'lmaydi. U pizza emasda kattasi kichigiga o'rtachasi deydi. Dindan chiqadi. Demak, Labid ibn Asomni sehr qilindi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sehrning turlari ko'p. Tahyil degan sehr qilindi. Hayol parastlik. Bu hozir hammamizda ham shunaqa, sehrsiz ham shunaqa bo'lib qoldi ko'pchilik. Qanaqa u? Bir ishni qiladi, payg'ambarimiz haqida aytayapman sallallohu alayhi vasallam. Bir ishni qiladi-da shu ishni qilmadim deb o'ylaydi. Hayolda. Va bir ishni qilmaydi va men buni qildim deb o'ylab qoladi. Aks. Qilgan ishini qilmadim deb o'ylaydi, qilmagan ishini qildim deb o'ylaydi. Oysha onamiz aytadi, yo'q siz hali unday qilmadingiz yoki bunday qildingiz deb men eslatadigan bo'lib qoldim deydi. Esar bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tahyil bo'ldi, hayolparastlik. Keyin ikkinchi masala. Sehrning masalasida hurmatli jamoat. Mana kelinlarimiz deylik. Bu yerda uchinchi odamlar borda. Birinchisi baxshi. O'z arab tilida zo'r qoida bor. Odamlarni yomoni sehrgarlarni sehrgarlarga boradi deydi arablar. Jinlarni yomoni odamlarni yomoniga xizmat qiladi deydi arablar. Jinlarni yomoni kofir jinlar sehrgarlarga xizmat qiladi. Odamni yomoni sehrgar, jinni yomoni shuni xizmatchisi. Jin surasi bor. Demak, birinchi toifa sehrgarlar, ular ikkita. Inson va jin birga kelishimi bor. Ikkinchisi shunga borganlar, ular kofir. Uchinchisi sehr qilinganlar, ularda aybi yo'q. Biz shularni qiynab olamiz ko'p holatlarda. U qanday? Birovni keliniga jin kirib oldi yoki keyin kirib oldi degan masalani ham tushuntiraylik. Bizni yurt mana O'rta Osiyodagilar kirmasdan tashqaridan ta'sir qiladi deydi. Shayx Sodiq Muhammad Yusuf, Alovuddin Mansur yoki boshqa olimlar. Arab olimlari odamni ichidan turib ham, tashidan turib ham ta'sir qiladi deydi. Qanday bo'lsa ham ta'sir qilishini hammasi aytadi. Al-muhim ta'sir qiladi. Tepadagisi kofir baxshilar. Ikkinchisi unga borayotganlar, ular kofir. Uchinchisi eng ko'pi kim desa shu uchinchisi ko'p. U kim desa bir qayini keliniga qilib qo'ygan sehr. Hech qanday aloqasi yo'q. Bu bechora muslima, musulmon va muslima. Bu aziyat chekadi. Misoli, erini uyiga borsa, o'tira olmaydi, yura olmaydi, ovqat yemaydi, uxlamaydi, o'zini uyiga kelsa yaxshi bo'lib qoladi. Bunda ayb yo'q. Uni o'qitish kerak. Tomografiyaga boradi, uziga boradi, rentgenga boradi, yana doktor analizlar qilaveradi, hech qanday narsa chiqmaydi. Bir borsin doktorga, doktorlar yo'q, biz aqlimiz va meditsinaning kuchi yetmadi desa, buni o'qitish kerak o'shani. Chunki bu qiynalyapti. Nimaga? Sehr bor narsa, hurmatli jamoat. Sehr bor narsa. Buni boshda o'tkazgan odam biladi. Sehr bor narsa. Bu ham sinov ekanda. Cho'chka ham bor narsa.
arag'an bor narsa. Xuddi shuni singari sehr bor narsa. Mana bu uchinchisida ayb yo'q. Sehrlanib qolganlarda ayb yo'q. Ularni nima qilamiz? Ularga yengillik beramiz. Ularni o'qitamiz. Ularga dam solamiz. Suvlar beramiz. Sidr suvi o'zining yo'llari bor. Mana shu narsalar qilinadi va duo qiladi. Qarabsizki, inshaalloh sekin-sekinlik bilan. Shuni esdan chiqarmaylik. Bugun sehr tekkan odam ertaga o'qitsa, indinga tuzalmaydi hech qachon. O'ta qiyin masala. Bir oy vaqt ketishi mumkin. Bir yil vaqt ketishi mumkin. Sekin-sekinlik bilan o'zini o'rniga keladi. O'sha uchinchi nimasi ko'proq, toifasi ko'proq. Demak, isti'aza panoh tilashlik, kul a'udhu bi robbil falaq va kul a'udhu bi robbin nas. Qul a'udhu bi robbil falaq. Bismillahirrohmanirrohimdan keyin qul degani arab tilida ayting degani. Ko'p bilasizlar buni. Qul huvallohu ahad. Ayt degani arab tilida sizlash yo'q. Ayt, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohu ahad. Alloh bitta deb ayt deyapti. Qul ya ayyuhal kafirun. Ey kofirlar jamoat deb ayt. Qul uhiya ilayya annahu istama'a. Ayting. Menga vahiy qilindi deb ayting Jin surasi. Qul a'udhu bi robbil falaq. Falaq degani bir mo'jiza, hurmatli jamoat. Falaq nima degani? Faliqul habbi wan nawa. Alloh aytayapti Qur'oni Karimda. Nawa degani atom degani o'zi. Atom eng kichkina narsa bo'ladi. Hozir zamonamizda eng katta narsa bo'lib qoldi. O'zi u kichkina narsa o'ta mayda zarra, o'shani atom deb qo'yadi. Atomdan bo'lib qo'yishdi 10 yil burun. Faliqul habbun degani urug'. Urug' bo'linadi. Keyin bu hayotni, mana shu hayotni qanday qurilganligini tushunmoqchi, sal-pal aytib tushunmaymiz deb. Sal tushunmoqchi bo'lsak, hayotda hamma narsa bo'linish bilan bo'ladi. Makkani urug'ini ekasiz, bo'linadi, keyin Makka chiqadi. Bug'doy ham shunaqa. Daraxt ham shunaqa. Inson ham shunaqa. Haligi meditsinasidagi falonchi xromosoma bu narsalar bo'linadi, keyin odam paydo bo'ladi. Birinchi 26, 48 bo'lib, keyin ko'payadi. Shu 1 milliard trillion bo'lgan bo'linganlardan turamiz biz. Hamma narsa bo'linadi. Bo'linmasa hayot bo'lmaydi. Ichidan bo'linadi. Tushuntira oldingmi? Shuni qul a'udhu bi robbil falaq. Falaq degani bi robbil falaq degani bo'luvchi Rob. Shu Allohdan panoh tila. A'udhu degani altaji'u a'tasimu. Alloh taolo tarafga qochaman degani. Bu qanday qoida? Tarjimasini tushunmaysizda buni. Shuning uchun tafsirini ham tushuntirishga harakat qilamiz. Bu qanday qoida desa, shaytonga bizni kuchimiz yetmaydi. Shayton shunaqa professional, kuchli, aqlli, tajribali, hamma narsa. Bizni taqvo yetmaydi shaytonga. Bizni aql yetmaydi shaytonga. Nima qilamiz? Yo Alloh shaytonni bizdan uzoq qil deymiz. Bizni kuchimiz yetmaydi. Haligi aytganda Makkaning imomi Ka'bani ichiga kirib olib Qur'on o'qisa ham auzu billahi minash shaytonir rojim deb o'qish kerak bo'ladi. Adashadi bo'lmasa. Shayton nima qiladi? Adashtiradi. Alloh taolo aytayapti. Ayt. Javob keyin keladi. A'udhu bi robbil falaq. Ey Muhammad alayhisalom degan ma'no, aytingki falaq. Mana shu bo'lishning Robbi, lekin bu yerdagi falaq nima desa, subh. Tong bilan tun ham bo'linadi ekan. Alloh taolo shunday deyapti. Tundan tongni bo'lintirib chiqardik. Bo'linib chiqdi. Ajrab chiqdi. Naslahu minhun nahar degan oyat ham bor. Ajrab chiqdi. Qul a'udhu bi robbil falaq. Falaqning Robbi bilan panoh tilayman deb ayting. Nimadan? Min sharri ma xalaq. Yaratgan narsalarini yomonligidan panoh tilayman deb ayting. Buni biz mana darsni boshida aytdik. Biz ko'rgan va ko'rmagan, bilgan va bilmagan yomonliklar bor. Ulamolarimiz aytadi, har bir insonda atrofida bir kunda 16 tadan farishta ehtiyot qilib turadi deydi. Va yursilu alaykum hafaza degan Alloh taolo Qur'onda sizlarga himoya qilib turadigan farishtalar jo'natdi dedi. Hayotda e'tibor bersangiz hamma yo'q omonat. Mashinada ketayotib ham sar narsaga avrilib ketishingiz mumkin. Uyda tursangiz hamma narsangiz omonat. Bir tarafi to'q elektr, bir tarafi ko'mir, yana bir taraf, hamma narsa omonat. Har lahzada Alloh taolo bizni saqlayapti. Biz o'shuning uchun yashayapmiz. Odamning o'zining ichida qancha zahar bor ekan. O'zida.
Hayotda, tutunda, boshqada qancha narsa bor, lekin Alloh taolo bizni saqlayapti, shuncha yashayapmiz xolos. Keyin nima deymiz biz? Voy, men yomon aqlliman-da deymiz. Xudo, men manday qilib nima qilib qo'ydim, mashina to'g'rilanib ketdi. O'zi har kuni 100 ga chiqadi bu mashina, havoda ketyapti. 4 ta ballonda hammasi ichida havo turibdi. Bittasi teshilsa istaydi keyin uni hamma qayerga kirib ketdi ekan deb. Yo'lda u betiga o'tdimi, bu skoriy kelib istaydi, masalanda. Har bir narsa omonat, shuni esdan chiqarmaylik. Alloh saqlayapti, shu bugunga yetib keldik. Alloh taolo saqlayapti, shu bugunga yetib keldik. Saqlamasa-chi? O yo nafas olasiz chiqmaydi, yo chiqadi ololmaysiz keyin qaytib kirmaydi. Aytayaptiki, min sharri ma xalaq. Alloh yaratgan narsalarni yomonligidan panoh tilayman. Ana biz jamoatda so'rab bo'lib qoladi. Xo'p. Ozon nechida? Va tez aytib qo'yamiz. Min sharri ma xalaq degani Alloh taolo yomonlikni yaratadi degan savol bo'lib qoladi jamoatda. Alloh taolo yomonlikni yaratadimi? Biz bilib olaylik. Allohdan boshqa yaratuvchi yo'q. Hamma narsani yaratgan Alloh taolo. Nimaga unda yomonlikni yaratadi desa, siz meni sinash uchun yaratadi. Biz aytamiz, shu falonchi narsa bo'lmay qolsa yaxshi bo'lardi. Zo'rda sen keyin spiska tuz berasan. Yaxshi. Aroq o'chirilsin, narkotik yo'qolsin, zino yo'qolsin, falonchi jannatga kirib olish kerak bo'ladi unda. Yo'q, biz hozir dunyoda yashayapmiz, hurmatli jamoat. Yashab turgan yerimiz yer, dunyo. Shayton bor. Shaytonning borligining hikmati ham bor. Ulamolarimiz ajoyib so'zi bor. Agar deydi Alloh taolo shaytonni yaratib turib, bizga shayton haqida xabar bermaganda biz qiylanib yuraverardik. Nimaga men gunoh qilgim kelyapti deb yuraverardik deydi. Insonning ichida qorin degan shayton bor. Hammaniki bor va hammaniki kofir. Sizniki hammi dedi Oysha onamiz payg'ambarimizga. Sizni ham shu qorin shaytoningiz bormi dedi. Menda ham bor dedi. Walakin a'ananillahu fa aslama dedi. Payg'ambarimiz Alloh yordam beruvdi, meni shaytonim dinga kirdi, faqat meniki kirdi. Bu qorin shayton haqida. Shu dinga kirdi va wala ya'muruni illa bil khoyr. Meni faqatgina yaxshilikka buyuradi dedilar. Bu payg'ambarimizga xos berilgan narsa. Qorin degan shaytonimiz bor. Undan tashqarigi shaytonlar bor. Shuni Alloh taolo bizga shaytonning borligini, yurganini, majroddam dedi, qoning ichida yuribdi dedi. Shuni Alloh taolo bizga bildirmaganda biz aytardik, nimaga men qiynalyapman ekan, o'zi nima ekan deb hamma do'zaxga ketib qolardi. Shaytonni yaratdi, ishlarini aytib, tushuntirib qo'ydi Alloh taolo bizga. Qul a'udhu bi robbil falaq desang ketadi dedi. Min sharri ma xalaq. Alloh yaratgan narsalarni yomonligidan panoh tilayman. Faqat shayton emas, yomonligi o'ta ko'p. Min sharri ma xalaq desak, hamma yomonlikdan panoh tilagan bo'lamiz. Va min sharri shu Falaq surasini aytib qo'yilgan, keyin azon aytsin. Va min sharri ghasiqin iza waqab. Ghasiqun iza waqab degani qorong'u tun. Ghasiq al-layl deydi arablar. Ghasiq al-layl. Layl degani tun degani. Waqab degani kesa. Panoh tilang deyapti. Tun kelganda alohida panoh tilang. Nimaga? Tun yomonliklarni uyasi. Shom bo'lganda bolalaringlarni olib kiringlar. Fa innal shayatin, fa innal jin, jinlar, shaytonlar yer yuziga tarqaladi deyapti. Bola chaqani olib kir deyapti. Darvozani bekit deyapti hadisda. Bismillah deb yopsang, uyingni qo'rg'ondan shayton kirmaydi deyapti. Va Alloh taolo aytayaptiki, va min sharri ghasiqin iza waqab va qorong'u tun kirishligidan panoh tilang deyapti. Yomonlikning ko'pi tunda bo'ladi. Kunduz odam yaxshi yuradi, e'tibor bersanglar, o'zi hammamiz bir xil yuramiz. Kechqurun aynib qolamiz. U yoqqa borgimiz kelib ketami? Telefondan bir narsalar kechqurun ko'ramiz, peshindan keyin ko'rmaymiz u. Asrob qop deb ko'rmaymiz. Xuftondan keyin hamma tinchigandan keyin xo'sh deb boshlanadi keyin. Min sharri ghasiqin iza waqab o'qisangiz, haligi xo'sh degan ozayadi. Va min sharri naffasati fil uqad. Uqad degani shu aqida degani. Uqad o'zi chugum degani. Bir narsani mana chugib qo'yishlik uqad deyiladi. Ko'rsatib beraymi? Esda qoling. Chugib qo'yadi mana. Aqida nima deydi ko'pchilik? Shu aqida degani mana. Aqdu zavaj deydi. Er xotinni chugib qo'yishlik degani. Bog'lab qo'yishlik degani. Bog'lash. Ular nima qiladi? Bog'lab turib suf deydi sehrgarlar. Payg'ambarimizga nechta bog'ladi?
11 ta. Qul a'udhu bi robbil falaq bilan qul a'udhu bi robbin nas necha oyat? 11 oyat. Labid ibn Asamni borganda sehrgarlar har bir chugunni qilib suf deb turib suflab ketdi. Shuni aytayapti Alloh taolo va min sharri an-naffasat. Boya aytdik, nafas. Tafil degani tupurish degani. Tupurish degani tupurgini o'zi. Nafs degani sa bilan. Odam suflaydi bizi tilda. Havo ham chiqadi, ozgina tupurgisi chiqadi. Nafxun degani faqat ovoz chiqadi. Suf deb qo'yadi. 3 ta. Boya darsni boshida aytdim sizlarga. 3 ta bo'ladi. Tuflashlik bizi tilda bir xil ekan endi hammasi qanaqa tarjima qilishga aqlim yetmaydi. Tuflashlik yoki havo bilan ozgina tupurgini qo'shib chiqarishlik yoki suflab qo'yishlik. Naffasati boya aytdikki biz naffasat deb Alloh taolo ayollarda aytayapti. Shuning uchun sehrgarlarni ko'pini kuzatsangiz ayol kishi, unga boradigan ham ayol kishi, ta'sirlanadiganni ko'pi ham ayol kishi. Bu xotinlar o'zi tinchimaydi. O'shaning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda "Ra'aytu aksara ahlun nar an-nisa" men xotinlarni ko'pini do'zaxda ko'rdim dedilar. Takfurnal ashir. Bir yaxshilik qilasan, esidan chiqaradi bu xotin kishi dedi. Ömrü xotin boqaman deb o'ylayapmiz hammamiz. Kechki ishlaysan, spiskani xotin bitta yozadi, tamom? To'g'rimi? Uni olib keling buni. Bo'ldi bu. Siz ishlaysiz, oylik kutasiz, boshqa qilasiz, pulni oldingiz, spiskadagi ikkovi yetmay turaveradi, qandaydir yetmaydi. Keyin nima qiladi? Hadisda aytayaptiki, "Takfurnal ashir" bularga shuncha yaxshilik qil, bir marta so'ksang, bo'ldi, men senda yaxshilik ko'rmadim. Sirazi biz tilda aytgan tonini teskari keldi. Shuncha yaxshilik qildimi desa, yo'q. Qottu deydi hadisda. Umuman men sizdan yaxshilik ko'rmadim. Siz yomon odamsiz deydi. Unday bo'lmaydi. Lekin ayollar rahm qilmaydi bizga, shuni esdan chiqarmanglar. Ayollar rahm qilmaydi. Haligi uzum degan masjidga o'xshaydi bu yerda. O'zi uyga narsa olib kelsa, bola chaqasini yeb qo'yibdi xotini, bolalarini. Qo'y debdi, tirigimda bermayapsan, o'lganda beramiding deb, keyin uzum degan masjid olib o'sha odam. Pulini to'plab, bolalarini ham qaragan endi albatta. Uyga olib kirma degan so'z yo'q bu. Mayli, bu hozir bu ham futongacha dars bo'ladi sharhlasak. Men sharri meni xotinlardan alamim yo'q, bari sharhlab qo'yapman-da. Va min sharrin naffasati fil uqad degani chugunlarga suflaydigan ayollar deyapti Alloh taolo. Chugunga suflaydigan kim ekan asosan? Ayol. Sehrda unutmang, ko'rasiz hayotingizda yoki ko'rdingiz. Boruvchi ayol kishi. Erkaklar sal uyatadi hech bo'lmasa. Va sehrni qiluvchi ayol kishi. Hammasi emas, %90'i. Va ta'sir qilayotgani ham ayol kishi. Bir-biri bilan shunaqa bo'lib yuraveradi bu ayollar. Tinchitmaydi bir-birini. Haligi alamchiroq bo'ladi. Ha desa, ha qarab tur seni deydi. Umraga borib kelgan, hojiga borib kelgan. Hamma narsalarni qilaveradi, lekin sehr qiladi-da. Kufr dindan chiqadi. Oxirgi oyat 5-si demak, "Va min sharri hasidin iza hasad." Hasadgo'y hasad qiladigan bo'lsa va shu hozirgi o'tilganlarni hammasidan panoh tilayman degan ma'no chiqadi. Alloh taolodan panoh tilaymiz ekan. Ikkita panoh tilashlik. Alloh taolodan shu yomonliklardan bizni saqlashini so'rayapmiz. Tarjimasi. Alloh taolo bizni qarang. Falaqni Robbi bo'lgan Alloh taolo barcha yaratilgan narsani yomonligidan bizni saqla. Tun kirib kelganda qorong'ulik va tundagi kechadagi hamma yomonliklardan bizni saqla ikkinchisi. Sehrgarlarni sehrdan bizni saqla. Hasadgo'yni hasaddan bizni saqla. Odamlar va jinlar kirib ketdi, e'tibor bersangiz. Hasadgo'y ham yomon tinchimaydi. Poshshohni do'sti bo'lmaydi, hasadgo'yni nimasi bo'lmaydi? Uyqusi bo'lmaydi. O'zi zo'r, lekin u nargini o'ylab uxlamaydi. Ha deydi, u boyib ketdi deydi, u bo'lib ketdi, unday bo'ldi. Nimaga deydi? Sen beryapsan, unga Xudo beryapti, tamom. Mayli, ozan aytib qo'ysin, keyin davom ettirib qo'yamiz. An-Nas surasida. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va bihi nasta'in. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Falaq surasi 5 oyat bo'lsa, ikkalasi 11 bo'lsa, demak bizning hisobimizga chiqdiki, An-Nas surasi 6 oyat ekan. Chunki ikkalasi 11 oyat, Falaq surasi 5 oyat bo'ldi. Qolgani 6 oyat bo'lyapti. Bilamizki, Qur'onda ba'zi suralar bor. Birinchi tushgan surani qarang, Alaq surasi. Iqro. 5 oyati tushdi. Qolgan tushmadi. Keyin Muddassir tushdi. Muzammil tushdi. Bo'linib, hatto Madinada, Makkada ajrab tushgan suralar bor. To'liq tushgan suralar bor.
Ammo bularda yana bir ajrab turadigan joyi shundayki, kul a'uzu bi robbil falaq bilan kul a'uzu bi robbin nas ikkita sura teng tushgan. Ba'zan bitta suralar bo'linib tushsa, kul a'uzu bi robbil falaq bilan kul a'uzu bi robbin nas ikkalasi ikkita sura bo'lishiga qaramasdan teng tushgan. Ikkalasi bitta sura ham bo'lib qolishi mumkin edi-ku. Lekin o'sha Labid ibn al-Asomning qissasida demak Madinadagi eng iflos bo'lgan bir tashqarida ishlanmay qolgan quduqqa bir axlatlar tashiladigan chuqur joyga kelib toshni ostiga haligi misht va mishata deydi, taraq va taraladigan narsani boya o'ralganda tushuntirdi-ku. 10 minutda chugindi, o'rab, chugib bir nimalar qilib, men uni to'liq o'zim tushunmayman, chunki Xudo saqlasin sehr bilan shug'ullanishdan o'shani toshni tagiga tashlab qo'ygan bor. Shu yerdan deydi Ali roziyallohu anhu ikkita uchta rivoyat olib ketgan, chunki sahih emas, hasan hadis dediga zaif deganlar bor. Al-muhim o'shani topib olib chiqishadi. Olib chiqib, olib kelib o'qiganda yechiladi deydi. 10 bitta tugun, 10 bitta chugun yechiladi. 10 bitta oyatni o'qiganda. Degan nima? Sababi nuzul. Qul a'uzu bi robbin nas. Makki, demak bu Vahb Zuhayli mufassir ham tanlayaptiki, Makkiyatun va hiya 6 ayatin. Sura Makkidir, 6 oyatdan iboratdir. Tasmiyatuha summiyat suratun nas, an-nas deb nomlanishi Qul a'uzu bi robbin nas va 5 marta kelgan. 6 oyatda bitta oyatida an-nas degan kalima kelmagan. Qul a'uzu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, an-nas bo'lib nima qilyapti? Tugayapti. An-nas insonlar degan, odamlar degan. Alloh taolo aytayaptiki, bismillahirrohmanirrohim. Qul. Buni biz sharhladik hozirda. A'uzu, uni ham tushuntirdik. Bi robbin nas. İnsanlarni Robbi bilan. Robbun. Robbunning ma'nosi o'ta ko'p. Mana shu telefonda Robbi yoki bu qog'ozda Robbi menman desam bo'laveradi. Egasi degani. Uyni Robbi, egasi. Lekin haqiqiy Robbi Alloh taolo bo'ladi. Hammasiniki nisbiy hisoblanadi bizniki. Robbun degani ega. Robbun degan so'zning ikkinchi ma'nosi Robbun degani tarbiyachi degani. Ahsana masvay. Robbi ahsana masvay. O'shuning uchun bizning tilda ham bor, bilasizlar, murabbiy deb qo'yiladi. O'sha murabbiy Robbi degan so'zdan olgan. Murabbiy, endi u sportga ishlayveradi. Demak, egasi degan ma'no bor, tarbiyachisi degan ma'no bor. Bu yerdagisi Alloh taolo haqida bo'lyapti. Robbin nas, insonlarning Robbi. Malikin nas. Fotiha surasiga o'xshash joylari bor. Alhamdulillahi robbil alamin. Birinchi kul a'uzu bi robbin nas oyatiga o'xshaydi. Robb al-alamin, olamlarning Robbi. Kul a'uzu bi robbin nas, insonlarning Robbi. Davomi ham o'xshaydi. Malikin nas, maliki yawmiddinga o'xshaydi. İnsanlarning moliki, Fotihadachi qiyomatning moliki, haqiqiy egasi degan. Demak, panoh so'rang. Alloh taolodan so'rang. İnsanlarning Robbidan panoh so'rang. Javob kelmayapti hali. İnsanlarning moliki, haqiqiy moliki bo'lgan Allohdan so'rang. Malikin nas degani, hurmatli jamoat, mulk degan so'z bor. Mulkni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Mulk degan sura bor, lekin bu yerdagi mulkdan maqsad boylik, mulk. Mulk degan narsa ikki xil bo'ladi. Mulk nisbiy, mulk haqiqiy bo'ladi. Qanaqa nisbiy desa, biz hozir qancha mulkka ega bo'lsak ham nisbatan bizniki, vaqtincha bizniki. Kecha bizniki, bugun bizniki, ertaga boshqasiniki bo'lib qolishi mumkin. Lekin umumiy olganda mulklar kimiki bo'ladi desa, oldin ham Alloh taoloninki edi, hozir ham Alloh taoloninki, keyin ham Alloh taoloninki bo'lsa qoladi. O'sha mulk haqiqiy deyiladi. Chunki qiyomat kunida Alloh taolo aytadi xitob qilib, limanil mulkul yawm. Ana endi qancha million podshohni o'zi million to'p ketdi tarixdan hisoblasangiz. Million podsho o'tdi. Boyvachcha palonchi o'tdi million tarixdan. Alloh aytadi qiyomat kunida hamma jim bo'lgandan keyin. Limanil mulkul yawm deydi. Shu mulklar hammasi kimiki ekan deydi. Hech kim javob bera olmaydi, hamma yo'q. Chunki jim hamma o'lgan, qayta tirilgan hali ochilmadi, turmadi. Alloh o'zi aytadi. Lillahil vahidil qahhar. Har bir narsani ustidan g'olib bo'lgan va yolg'iz bo'lgan Allohniki deydi. Demak, Malikin nas degan Alloh eslatyaptiki, insonlarda haqiqiy nimasi? Podshosi. Uchinchisi ilahin nas, insonlarning ilohi.
Mana o narsani bizga eslatib turib Alloh taolo aytayaptiki, min sharril vaswas sifatichi al-xannas. O'zi maqsad shu suradan. Vaswas degani vasvasa degan so'z, zalzala degan so'z bor, vasvasa degan so'z bor. Qaysi arab tili kalimasida harf 2 marta qayta kelsa, o'sha narsa hayotda qayta bo'ladigan ma'noni bildiradi. Po'nili net. Tushundingizmi? Aytib ketarsam, eshitib ketarganman, ish bitmaydi. Nima dedim? Ha. Nima dedim hozir? Oxirgi gap. Arab tilida e'tibor bering. Arab tilida qaysi kalimada harfi takrorlansa, hayotda o'sha narsani o'zi ko'p takrorlanadi. Tushuntira oldimmi? Vasvas, vav sin bo'lyapti. Vasvasa. O'shuning uchun biz har kuni vasvasa bo'laveramiz. Bir marta bo'lmaydi vasvasa, bo'laveradi. Kalimani o'zida takror bo'lyapti. Demak, u hayotda 10 ta, 100 ta takror bo'ladi. Vasvasa deyapti Alloh taolo. Zalzala, yer qimlash to'xtamaydi. Bizda bo'lmasa boshqa yerda bo'lmaydi degan gap emas. Chilida o'zida bir kunda qancha bo'ladi? Yaponiyada ko'p bo'ladi, Turkiyada bo'ladi. Yer qimirlash, zalzala. E'tibor bersangiz, zay, lom. Bizda o z, t, f deb aytib ketamiz-ku. Arab tilida har bir harfning o'zining ati bor. B, t deganday. Zalzala. Bitta harflar takrorlanyapti. Vasvasa. Demak, kalimadagi harf takror kelsa, hayotda o'sha ish takror bo'ladi degan ma'no chiqadi. Endi tushunib oldingmi? Alloh aytayaptiki, allazi yuvasvisu, vasvasa qiladi. Qayerda? Fi sudurin nasi. Sudur mana shu joy. Yuragimiz qilib ketyapti. Vasvasa bo'lib ketyapti. Nimalar bo'lganini bilmayapman degan gap. Minal jinnati wan nas. Kimlardan bo'ladi? Vasvasani jinlar qiladi, insonlar qiladi. 4-oyatga qaytamiz. Al-vaswas al-xannas dedik. Shu yerni esdan chiqarmaylik. Vasvas, vasvasa qiluvchi. Sifatichi xannas. Xannas degani poylab turadi dedi. Hadisda kelyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayapti. Shunday xunuk bo'ladigan shaytonning burni, cho'chqaning burniga o'xshaydigan. Tumaloq, uzunchoq bo'ladi deydi. Katta uzun burni bilan odamning qalbiga kelib, mana shu yerga burnini qo'yib turadi ekan. Bunday qo'yib turadi. Bu zikr qiladimi, qilmaydimi deb qarab turadi. Buncha uzunchoq tumaloq bir shilinkaga o'xshagan bunday bir haligi bir cho'chkanimi, fildimi burnini tasavvur qiling, tasavvurlar. Ammo to'liqligini bilmaymiz. Hadisda kelyaptiki, shu shayton deydi kelib burnini odamni mana bu joyga tayyorlab turadi deyapti. Fa iza zakara, qachonki odam zikr qilsa, xannas qochadi. Ozon aytsa, qochadi. 40 chaqirim qochadi degan. Bechora bizga shaytonlar, bizyolik shaytonlarga qiyin deyman-da. Istanbulda bomdodda bitta aytadi. Misrda Qohirada ham bitta aytadi. Ketdi, qaytib keldi. Bizda 45 ming bomdodga ozon aytadi-da. Hayya alal palo deb u yerdan chiqadi. Hayya ala salo deb bu yerdan soladi. Aytaveradi. Bizni shaytonlar ham borib kelaveradi, bir tarafdan yaxshi. Yozda ayniqsa-chi kun chiqay deganda Allohu akbar deb birdan chiqib qoladi, e'tibor bersanglar. Bizni shaytonlar ham bizni o'ta yomon ko'rsa kerak deb o'ylayman. Nimaga desa, bular ozon aytaveradi, men qochaveraman. Nimaga? Shayton ozon aytilganda shayton qochadi. Inson bu umumiysi. Ammo insonga shaxsiy tegishli joyi qaysi desa, har birimizga shayton burnini olib kelib, mayerimizga qo'yib turadi ekan. Tongi zikrda o'qiydimi, yo'qmi? O'qimasa vasvas. O'qisa xannas. Eslab qoldingizmi? O'qimasa-chi vasvasa. Kechga vasvasa. Odamning zehni qayerda zo'r ishlaydi, bilasizlarmi? Esarligi qayerda zo'r esiga olib qoladi. Namozda. Namozda kechagi, ilgari kungi va atvetgani qaytaligini ham aytadi shayton. Haliga qo'yib qo'yding, atvetgani turib to'shaydi deydi. Kimda pul bor, qayerda nima bor, eslatadi hamma narsani. Unda siz istaydigan narsangiz yo'q, hozir bolang bir yoqqa tushib ketdi deydi. Ha deyapti. Shunday. Demak, vasvas zikr qilmasa, zikr qilsa nima ekan? Xannas. Xannasning ma'nosi nima desa, o'zi mana katta lekin qo'rqoq.
Tonggi zikrlarda o'qidingiz, qochdi shayton. Ibodatni qildingiz, qochdi shayton. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas o'qidingiz, xonnas bo'ladi. Tez qochuvchi, qo'rqoq. Lekin zikr qilmasa-chi, wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta deyapti Alloh taolo. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Biz qalbini zikrdan g'ofil qilib qo'yganlarga sen ergashma deyapti. Wattaba'a hawahu. Ular esa nafs havosiga ergashib qolgan odamlar deyapti. Zikr qiling, qilich. Shaytonni kesadi, quvlaydi. Umar so'zimiz nihoyasi roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Umar, sen bir yo'lda yursang, o'sha yo'lda shayton yurmaydi" dedi. Nimaga? Chunki shayton o'zi guvohlik bergan birinchi biz bilan shaytonning o'rtasida urush boshlanganda shayton aytgan. Biz tufayli chiqqan shayton. Biz otamiz tufayli chiqib ketgan jannatdan. U ham jannatda yuradi. Men bima ag'vaytani dedi. Shular tufayli chiqdimmi dedi. Endi men bularga ruxsat ber, ey Alloh dedi, qiyomatgacha men shularni adashtiray dedi. Mayli dedi Alloh taolo, adashtir dedi. Innaka minal munzarin, mayli kutaveramiz dedi. Sen ruxsat berilganlardansan, qiyomatgacha tur dedi Alloh taolo. Lekin dedi shayton, bittasi bor, men uni adashtira olmayman dedi. Illa ibadaka minhumul muxlasin. Muxlas, muxlis ikkita so'z. Qalbida ixlosi borlar bor, ularga meni kuchim yetmaydi dedi. Shayton boshida aytib qo'ygan. Ixlosni mening. Ixlosni mening. Nima ish qilsangiz ham. Namoz o'qiysizmi ixlos bilan? Umra haj. Nima bo'lsa ham. Chunki shayton o'zi nima qilib qo'yibdi? Haligi Abu Hurayraning hadisiga o'xshaydi. Payg'ambarimiz aytdi, "Ha, yolg'onchi to'g'ri aytibdi" dedi-yu. Yolg'onchi nima debdi? To'g'ri aytibdi dedi. Demak, o'sha oyatda aytayaptiki, men ularni dedi o'ng tarafdan kelaman, chap tarafdan, ortidan, oldidan, tepasidan, hamma taraflaridan kelaman. Bittasini adashtira olmayman dedi. Mana shu narsa bizning hayotimiz bo'lishi kerak. Illa ibadak, u seni bandalaring ya Alloh. Ularni qalbi ixlosga to'la dedi. Shularni men adashtirmayman. Demak, harakat ham qiladi, eplay olmaydi. Umarga shuning uchun payg'ambarimiz aytdi, sen yurgan yo'lga dedi, shayton nima qilmaydi? Kelmaydi. Ja qo'rqib ketmaylik demoqchiman. Zikr qilsangiz xonnas bo'ladi, qochadi. Ixlos qilsangiz umuman yaqinlashmaydi sizga. Allohu taala alam subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.